Assalomu alaykum. VIP kazinoda sizlarga bolalar. Normalniy zanos qilingan kazinoda o'ynaydigan o'yinlar o'rgatiladi. Tak, men hozir bolalar Games'dan balansni ko'tarib, kazinoda bolalar o'ynaymiz. Tak, men sizlarga hozir Lionbet kontorada soqqani qanday soqqa qilish kerak strategiyalarni o'rgataman va xuddi shunday qilib bemalol o'ynasangizlar bolalar normalniy yutuqli bo'lasizlar, короче. Bemalol kuniga 1 million uryapmiz va bugun men kuponga tikuvdim va o'sha kuponni pulini Games'ga o'ynaymiz bolalar va ko'proq qilib kazinoda bang'irlatib chiqamiz. Tak, bolalar, mana shu bizning Telegram kanalimiz o'tib olishlaringiz mumkin. U yoqda bizlar bolalar kanal yangi Telegram kanal ochib qo'ydim sizlarga va ko'rsatmoqchiman VIP kazinoda bolalar qanaqa o'yinlar ketadi va bemalol o'ynashlaringiz mumkin. O'zini original referalniy silkasi bor va Telegram o'tib olasizlar. Men tashiyman. Pul chiqarishdan muammo bo'lmaydi. Hozir bolalar O'zbekistonda dolzarb muammo. Shu pul chiqarishda muammo bo'ladi. O'zini referalniy silkasidan nima deydi, o'tmagansizlar va shu silka orqali o'tsangizlar, men polniy обучение бесплатный yo'lda qo'yganman. Kirib o'tib ko'rishlaringiz mumkin va o'ynaysizlar bolalar. Bemalol Telegram kanal o'tib olish yo'li shu: bosamiz, kiramiz va u yoqda men обычный o'yinlarni o'ynab, soqqali bo'lyapman va sizlarga taqdim etaman, ko'rsataman. Ya'ni sizlar ham bolalar bemalol pulli bo'lishlaringiz mumkin bolalar. Tak, Games'dan bolalar bitta o'yin o'ynaymiz va bitta balansni ko'tarib ko'rsataman. Bemalol soqqali bo'lasizlar sizlar ham. Ko'ryapsizlar mana. Games minus o'yinimiz bor bu yoqda. Va qurbaqa o'yinimiz bor, Swayplant va dolzarb muammo o'yinlar strategiyasini o'rgataman. Ko'p kishi bolalar tushunmaydi, o'ynashni bilmaydi bolalar ko'p kishi. Tak, 6000 dan tak stavkamiz 6000. Bu yoqda prosta 50000 qo'yamiz, ko'ryapsizlar. Birinchi liniyadan qo'yib pulni soqqani olaveramiz va bolalar ko'ramiz. O'qish kerak bizga. Normalniy boshidan biladi. Ikkinchi marta tekshiruv qilamiz. Oqmadi, ko'rdingizlar. Normalniy aytabiliyat. Olamiz. Olishimiz kerak. Va balans bolalar ko'rdingizlar. Men katta summada risk qilishni yaxshi ko'raman. Sizlarga maslahat bermayman. Srazu bolalar ko'rdingizlar, 5 million soqqani qo'yamiz va boshlaymiz. Minimalka bu yoqda bolalar, kelinglar, men sizlarga katta summa emas, 50 ming qildim. Shuni orqasiga skromniy bitta nolni qo'shamiz. 500 ming bo'lyapti, ko'ryapsizlar mana. Boshlaymiz. Tak, birini bosamiz. 2. Normalniy bolalar ko'rdingizlar. 1 million 850 ming, 1 million 85 ming soqqamiz bor va olamiz bolalar, ko'rdingizlar mana. Normalniy biladi, suka. Choqilladi, короче. Da, minimalkani yana bolalar tushiramiz. Tak, 50 ming qilamiz. 5 ming qilamiz. Kerak emas, davay. Bizga o'qish kerak emas va ko'ramiz bu yoqdan. Qani? O'tan tanlaymiz. Bermadi. Yaxshi. Tak, o'qishni kutamiz. Birinchi liniyani bolalar. Kerak emas, shoshilib, biladi, dahuya soqqali bo'lib ketaman, boyib ketaman deb o'ylash kerak emas. Prosta o'qizib yuborasizlar, xolos bolalar. Tak, ko'rdingizlar. Minimalka bolalar hali 5000 turibdi va 27 koeffitsiyentgacha boraveramiz. Ko'ryapsizlar. 5 tanlaymiz. Tak, normalniy biladi. Davay. Faqat yon tomon bilan bo'lsa yaxshi. Menga kerak emas bolalar. Polni o'qisa mayli, roziman. Men birinchi liniyani o'qishni kutyapman bolalar. Mana bu biladi. Bitta ko'rishimiz kerak, sababi chalg'itadi bu biladi. Ko'rdingizlar va 3-bor ham bolalar bosishimiz kerak. Strategiyani ko'ryapsizlar. O'qdi biladi jallab. 4-bor bolalar ko'ryapsizlar. O'qdi biladi. Короче, bolalar, o'qmasligi kerak bizga. O'qmadi. Olamiz. Yaxshi biladi. Dogonni biladi. Yibatidan bitta sizlarga bolalar strategiyani ko'rsataman. 2 million 800 pulni qo'yamiz. Davay, normalniy biladi. 6 million suka soqqa bolalar, ko'rdingizlar va olamiz. Kerak emas. Katta summani olamiz deb bolalar strategiya qilishimiz kerak. Sababi
Ko'rdingizlar 5 bor почти bolalar oqdi va pulli bo'ldik mana. Strategiyani ko'rdingizlar. Постоянный bolalar o'xshayapti bizada. Nima deydi? Ko'p mashqalar bor biladi, nima deydi? Vaqtni ko'rsatmaydi, tepani montaj qiladi. Biza bolalar montaj qilmayapmiz, ko'ryapsizlar. Tepada bizani bolalar ko'rsatishi mumkin. Soat bor, bu yoqdan soatni ko'ryapsizlar. Bemalol bolalar biza постоянно o'ynaymiz men demoqchi, bu demo deydi bolalar bor biladi, tushunmaydi bolalar. Men ko'raman, o'zim ham ko'p video ko'raman YouTube'da, ko'p demoda o'ynashadi va bolalar katta summani oqizishadi, bilar bolalar. Men ko'rib achinib ketaman, bilar sababi buncha pulni bilar oqizib, bilar nima foydasi bor bolalar. Mayda summadan bolalar asta-sekinlik bilan katta summani qanday olishni ko'rsatdim men sizlarga Svey Baland o'yinidan va bu galgi videorolikimiz bolalar o'ziga xos bo'lib, chiroyli qilib taxlaymiz va shu videoni bolalar ko'rgan bo'lsangizlar like bosamiz va kommentariyaga bolalar Lionbet kontorani Telegramdan kirib o'tib ID ochamiz va kommentariyaga ID tashlaysizlar. Men prosta birinchi videoda bolalar rozg'ish qilaman. Har bir yutgan obunachimizga, ikkita obunachimizga bolalar yangi akkaunt, yangi kanal bo'lganligi uchun 50 mingdan bolalar ID'siga tashlaymiz. Randomizer orqali aniqlaymiz, bolalar ID tashlaymiz, tezroq rozg'ishni bolalar boshlaymiz boshidan. Va like bosib qo'yamiz bolalar. Sizlar bilan VIP kazino edi aloqada, sog' bo'linglar va ko'rishguncha bolalar.